Assalomu alaykum barchaga. Sizlarni bu darsligimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Agarda siz mana shu darslikni ko'rayotgan ekansiz, demak siz Uzun marketda savdo qilishni xohlaysiz, o'zingizni daromadingizga ega bo'lishni xohlaysiz. Demak, bugungi darslik sizlarga maksimal foyda bo'lishi uchun harakat qilaman. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bu darsligimizda sizlar uchun juda ham zo'r ma'lumotlarni tayyorlab qo'yganman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va mana shu kanalimdan chiqib ketmaslikka harakat qiling, sababi har kuni sizlar uchun yangi ma'lumotlar, bepul darsliklar berib borishga harakat qilaman. Demak, Uzun market o'zi nima? Uzun market bu katta onlayn bozor. O'zini juda ham katta klientskiy bazasiga ega bo'lgan, juda ham ko'p xaridorlarni, juda ham ko'p sotuvchilarni o'zida jamlagan bozor. Uzun marketni offline va onlayn bozorlardan juda ham katta farqlari bor. Masalan, deylik, sizda offline magaziningiz bor. Siz u offline magaziningiz agar o'zingizniki bo'lmasa, siz u uchun arenda pulini to'lashingiz kerak bo'ladi. Kommunalniyalar to'laysiz, налогlar to'laysiz va faqatgina yon atrofingizdagi odamlarga sota olasiz xolos. Lekin boshqa viloyatlarga sotish sizda imkoniyatingiz cheklanganroq bo'ladi. Lekin endi aytaylik, siz mana shu offline magaziningiz uchun onlayn magazin ham qildingiz Telegramda, Instagramda. Lekin ular uchun ham siz Telegramda sotmoqchi bo'lsangiz, avval klient yig'ishingiz kerak bo'ladi, odam yig'ishingiz kerak bo'ladi, tovarlaringizni har kun tashlashingiz kerak bo'ladi, reklama qilishingiz kerak bo'ladi va hokazo va hokazo. Har kuni klientlaringiz bilan o'zingiz gaplashib o'tirishingiz kerak bo'ladi ertalabdan kechgacha. Agar klientlarga sразу javob yozmaydigan bo'lsangiz, ularni yo'qotasiz, boshqa odamlardan sotib olishga ketadi. Yoki bo'lmasam Instagramda постоянно siz doimiy postlar chiqarishingiz kerak bo'ladi, reelslar chiqarishingiz kerak bo'ladi, istoriyalar qo'yishingiz kerak bo'ladi, odamlarni qiziqtirishingiz kerak bo'ladi, odam yig'ishingiz kerak bo'ladi, odamlarning ishonchini qozonishingiz kerak bo'ladi, yetkazdirib berishini hal qilishingiz kerak bo'ladi, pochtadan jo'natasizmi, taksidan jo'natasizmi, bularni hal qilishingiz kerak bo'ladi. Offline magaziningizda ham siz ertalabdan kechgacha klientlarni qabul qilishingiz kerak bo'ladi, ular bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi, vaqtingizni ketkazdirishingiz kerak bo'ladi. Lekin aynan mana shu marketplace'da ishlash, marketplace'da savdo qilish mana shularni hammasini o'zida jamlashtirib, sizga juda ham katta yengillik qilib beradi. Ya'ni qanaqa? Siz Uzun marketda doimiy klientlar bilan gaplashishingiz majburiy emas. Gaplashishingizni keragi yo'q. Tovaringizni sotishingiz uchun klientga tovaringizni maqtashingiz keragi yo'q. Faqatgina siz tovaringizni saytga joylashtirasiz, upakovkasini qilasiz, Uzumni skladiga berib borasiz. Dastavkasini o'ylamaysiz. Dastavkasini Uzun marketni o'zi barcha viloyatlarga yetkazdirib beradi. Punktigacha yetkazdirib beradi. Siz qachon yetkazdirib beraman, pochtaga olib borishim kerak, taksidan jo'natishim kerak degan har xil xayollarda bo'lmaysiz. Bularni barchasini Uzumni o'zi hal qiladi. Siz tovarlaringizni uyingizda yoki magaziningizmi, skladingizmi saqlab o'tirishingiz keragi bo'lmaydi. Uzumni o'zini katta skladi bor. Ana shu skladida barcha tovarlarni o'zi saqlab beradi va klientlariga ham o'zi zakaz tushishi bilan yetkazdirib berib turadi. Siz juda ham ko'p vaqtingizni mana shu savdo bilan shug'ullanishga ketkazdirib o'tirmaysiz. Bir kunda 1 soat yoki 2 soat vaqtingizni ajratib, bemalol savdolaringizni qilishingiz mumkin, boshqa ishlaringizni ham qilsangiz bo'ladi. Endi Uzun marketda kimlar savdo qilishi mumkin? Masalan, deylik, siz talabasiz, sizda ertalab yoki obeddan keyin o'qishingiz bor va siz ishlash uchun vaqt topa olmaysiz. Masalan, qayergadir ishga kirmoqchi bo'lsangiz, birorta firma yoki biror joyga ishga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz faqatgina yarim stavka ishlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin Uzun market sizga shunaqa imkoniyat beradiki, siz bemalol ishlaringizdan, o'qishlaringizdan, bolalaringizdan, hammasidan vaqtingizni ortgan vaqtda kirib ozroq ishlab qo'ysangiz yetadi. Yoki bo'lmasam sizda asosiy ishingiz bor, qaysidir davlat ishidami yoki birorta korxonadami ishlaysiz. Ertalabdan kechgacha ishga borasiz. Qachon ishlayman deydigan bo'lsangiz, siz bemalol uyga kelganingizda kechki payt ishlasangiz ham bo'ladi. Yoki yosh bolalari bor odamlar, uyda o'tiradigan ayollarimiz bor. Ana shu ayollarimiz ham bemalol uyda o'tirib, ko'chaga chiqmasdan, ertalabdan kechgacha vaqtini sarflamasdan turib ham kuniga 1 soat, 2 soat vaqtini ketkazdirib, Uzun marketda savdo qilib, o'zini ishini boshlashi mumkin. Ko'chaga chiqib yurishingizga hojati ham bo'lmaydi. Ba'zilarda uydagilari ko'chada ishlashga ruxsat berishmaydi. Lekin o'zi o'sha odamni ishlashni xohlaydi va mana shunaqa nima bilandir shug'ullanishni xohlaydi, nimadir qilishim kerak deydi, nimadir qilmoqchi bo'ladi, lekin ko'chaga chiqishga ruxsat bo'lmaydi va aynan mana shu paytda Uzun marketda siz bemalol uyda o'tirib, uydan chiqmasdan turib ham ishlasangiz bo'ladi. Demak, eng asosiy afzalliklardan bittasi mana shu, siz uyingizdan chiqmagan holatda ham bemalol ishlashingiz bo'ladi. Faqatgina qachonki tovaringiz kelganda o'sha paytda sizni tovarlaringiz upakovkasini qilib Uzumga jo'natib berishingiz qoladi xolos.
Endi keyingisi bizda Uzum marketda savdo qilishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan asosiy narsalar nima? Uzumda savdo qilishimiz uchun bizga eng kerakli narsa bu kompyuter. Mana ko'pchilik so'raydi, telefonda ishlasam ham bo'ladimi deb so'rashadi, lekin yo'q, telefonda ishlash judayam qiyin. Tovarlarni saytga joylashtirishingiz uchun sizga обязательно kompyuter bo'lishi kerak. Kompyutersiz ishingiz judayam qiyinlashadi. Shuning uchun noutbukmi, kompyutermi farqi yo'q. Yili yangimi, yili eskimi, qanaqa bo'lishi kerak deb ham so'rashadi, buni ham farqi yo'q. Faqatgina internetga kirsa, ulansa, saytlarga kira olsa, mana shuni o'zi yetarli. Va keyingisi bu sizga sotish uchun mahsulotingiz kerak bo'ladi. Yangi boshlayotgan odamda mahsuloti bo'lmasligi mumkin, lekin mahsulotni tanlashni, qanaqa qilib uni strategiyalari bor o'zini, ularni barchasini shu o'zim kursimda o'rgataman, Uzum Flow kursimda. Yoki bo'lmasam o'zingiz ham qaysidir qiziqishlaringizdan kelib chiqib tovarlar tanlab sotsangiz ham bo'ladi. Endi keyingisi bizga kerak bo'ladigan narsa bu faoliyat turi. Biz Uzum marketda savdo qilishimiz uchun davlatdan ro'yxatdan o'tgan haqiqiy tadbirkor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Faoliyat turini 3 xil turi bor. Birinchisi bu eng oddiysidan boshlaylik. Eng oddiysi bu o'zini o'zi band qilish. O'zini o'zi band qilgan odamlar ham bemalol Uzum marketda savdo qilish mumkin, faqatgina uni minus taraflari ko'proq. Nimaga desangiz, minus taraflaridan bittasi, siz faqatgina qo'lingizda yasagan, masalan, kulolchilikmi yoki qo'lingizda nimadir to'qiysizmi, faqatgina shunaqangi narsalarni sotishingiz mumkin xolos. Boshqalardan tovar olib, o'zingizda sota olmaysiz. O'zingiz magazingizda sotishingiz mumkin emas. Plus taraflari to'lovi kam, 1 yilda faqatgina 1 marta to'lov qilinadi. Va hozir aniq summasi esimda yo'q, 300 ga qancha ham bo'lishi kerak. Faqatgina mana shu to'lovni 1 yilda 1 marta amalga oshirasiz xolos. Endi keyingisi bu YTT. YTT bizda Uzumda savdo qilishimiz uchun eng ma'quli, eng to'g'ri keladigan faoliyat turi hisoblanadi. YTTda sizda har oyda 100 million оборотga chiqquningizgacha qat'iy belgilangan soliq bo'ladi. YTTda masalan deylik, siz Toshkent shahrida yashasangiz, soliqlari, qat'iy belgilangan soliqlarning narxi boshqacharoq bo'ladi, ya'ni qimmatroq bo'ladi. Toshkent shahrini sal viloyatroq joyda yashasangiz, unda narx yana pastlaydi. Yoki boshqa viloyatning shahrida yashasangiz, narxi boshqacha bo'ladi. Yoki chekkaroq hududlarda yashasangiz, unda ham narxlari boshqacha bo'ladi. Bu hammasi o'zingizni yashash hududingizga bog'liq bo'ladi. Bularni narxlarini bilish uchun xohlasangiz internetdan o'qitishingiz mumkin. Har xil ma'lumotlarni chiqarib berishadi. Ya'ni yaqinda ham narxlari o'zgargan. Обороtingiz 100 milliondan oshganidan keyin siz уже 4% soliq o'tasiz. Ya'ni siz umumiy daromadingizdan 100 milliondan keyingi bo'lgan daromadingizdan 4% ni soliqni to'laysiz. Undan keyingisi esa sizda MChJ bilan ishlashsangiz ham bo'ladi. Agar sizda firma yoki korxonangiz bo'lsa, unda MChJ faoliyat turingiz bilan ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Keyingisi bizda endi tovar sotishimiz uchun qanaqangi tovarlarni sotishni bilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ba'zilarda o'zini tayyor mahsulotlari bo'ladi, tayyor tovarlari bo'ladi. Mana shu tovarlarni sotaman degan aniq bir maqsadi bo'ladi. Ularda endi shu tovarlarni sotishi mumkin va ularga yana qo'shimcha sifatida boshqa tovarlarni ham qo'shsa bo'ladi. Lekin yangi boshlayotgan odamlar uchun tovar tanlash sal muammoroq bo'ladi. Men o'zimda shu Uzum kursimda o'qiydigan o'quvchilarimda ham yangi boshlayotganlarda shunaqangi muammo bo'ladi, nima sotishni bilishmaydi. Bu narsani ham yechimi bor. Tovar tanlashda uni strategiyasi bor. Tovar tanlashni ham 4 xil yo'nalishi bor. Ya'ni tovarlarni 4 xil yo'nalishda sotsangiz bo'ladi. Endi u yo'nalishlarni men o'zimni Uzum Flow kursimda o'rgataman. To'liqroq, ya'ni yoritilgan formatda kursda o'rgatiladi. Sizga tovar sotishingiz uchun qanaqangi tovarlar tanlashda berishi mumkin bo'lgan eng asosiy bitta maslahatim bu doimiy talab bo'lgan tovarlarni sotishni maslahat beraman. Sababi doimiy talab bo'lgan tovarlarda odamlarda masalan deylik, sizda qaysidir o'sha tovaringiz bor, lekin u tugagandan keyin yana sotib olishingiz kerak bo'ladi. Unga doimiy ehtiyoji bo'ladi. Mana shunaqangi tovarlarni sotsangiz, sizda sotuvlaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. Va yana bitta mahsulot sotishda, ya'ni mahsulot tanlashda sizga berishim mumkin bo'lgan bitta asosiy sir deylik, mana shu asosiy bitta fishka yoki sir deylik, mana shulardan bittasi bu yangi kirganlarda juda ham katta konkurensiyasi bo'lgan tovarlarni tanlab qo'yishadi. Bu juda ham katta xato. Sababi siz katta konkurensiyalik nima deydi, kategoriyaga kirayotgan vaqtingizda siz shu narsani bilishingiz kerakki, уже top joylarini, top sotuvchilikni, top tovar sotish bo'yicha joylarni o'zini odamlari egallab bo'lgan. Ya'ni oldindan sotib kelgan odamlar bu joylarni egallab bo'lgan va yangi kirganlar uchun bu kategoriyalarda joy yo'q.
Masalan, deylik, yangi kirayotganlarda shunaqangi xato qilishadiki, bitta tovarni ko'rishadi, mana shu tovarda judayam zo'r sotuv bo'layotgan deydi, uni analitikasini qilmaydi, unit ekonomikasini qilishmaydi va judayam ko'p yo'qotishlar qilib qo'yishadi. Mana shu tovarni analizida siz qancha konkurensiya bor, mana shu tovarda qancha odam sotyapti bu narsani, qanaqangi sotuvlar bo'lyapti, talab qanchalik darajada yuqori, shu narsalarni o'rganmasdan turib yangi boshlayotgan odamlar judayam ko'pchiligi noto'g'ri tovar bilan kirib qo'yadi va shuni orqasidan tovarlar sotilmay qolib ketadi va uzumda sotuvlar bo'lmas ekan, yolg'on narsa ekan, o'xshamas ekan degan har xil bir xil gaplar gapirishadi. Vaholanki ularning o'zlari tovar tanlashda judayam katta xato qilishgan bo'lishadi, katta konkurentsiyali joyga kirib olishgan bo'ladi va shuning uchun o'zini tovarlarini sotisha olmay qolgan bo'lishadi. Shuning uchun maslahatim sizga tovarlarni tanlashda eng nima deydi, foydali bo'lgan, lekin konkurensiya kamroq bo'lgan kategoriyani tanlashni maslahat beraman. Endi buni topishni ham o'ziga yarasha yo'llari bor, o'zini analizlari bor, lekin ularni to'liqroq men o'zimni shu uzun vlog kursimda o'rgataman. Endi keyingisi bu sotish strategiyasi. Ba'zilar o'ylaydi, men tovarimni bo'ldi olib kirdim uzun marketga, и все, mani уже zakazlarim zo'r bo'lib ketadi, menda klientlarim ko'payib ketadi, tovarlarim zo'r uchib sotilib ketadi deb o'ylashadi. Lekin sotishda ham o'zini qonun qoidalari bor. Masalan, deylik, siz tovaringizni olib kirdingiz, lekin o'sha tovaringizdan boshqa odamlar ham sotadi. Ko'p emas, mayli siz kategoriyasi pastroq, konkurensiyasi pastroq bo'lgan kategoriyani ham topdingiz deylik. Lekin siz o'sha konkurensiya qilayotgan odamlaringizdan ajralib turishingiz kerak bo'ladi. Sotishdagi strategiyasidan bittasi bu tovaringizni rasmini, infografikalarni chiroyli va to'g'ri bajarishingiz. Qanchalik infografika deganda bu o'sha tovaringizni rasmi va u haqida berilgan mana shu rasmdagi ma'lumotlari qanchalik darajada o'ziga jalb qiladi. Aynan mana shular zo'r ishlangan bo'lsa, sizni tovarlaringizni sotuvlari oshadi. Sababi tovaringiz rasmi sizni sotuvlaringizni 70% ni hal qilib beruvchi asosiy narsa hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, sizga oq fondagi tovarni va ana shu xuddi o'sha tovarni infografikasi bo'lgan tovar bilan, rasm bilan, ya'ni qo'yib bersa, siz qaysi birini tanlaysiz? Siz katta ehtimol bilan chiroyli ishlangan, zo'r effektlar bergan, ma'lumotlarni ana shu rasmga sig'dirgan rasmni tanlaysiz. Oq fonda berilgan rasmdan ko'ra. Shuning uchun infografikasiga, rasmiga juda ham katta e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi yana o'zini fishkalari bor. Ba'zi fishkalari sotuvlaringizni oshirib beradigan, sizga qidiruvga yozganda birinchi o'rinlarda chiqaradigan har xil o'zini fishkalari bor. Lekin ularni ham o'sha uzun kursimda o'rgataman. Endi mana shu bergan asosiy narsani ham qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Endi keyingisi bu narx strategiyasi. Narxda ko'pchilik o'ylaydiki, men boshqa konkurentlarimdan ko'ra mana shu tovarimning narxini arzon qilib qo'ysam, meni sotuvlarim zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin yo'q, bu ham juda ham katta xato. Siz boshqa narxni sindirib, demping qilib, katta yutuqlarga erishmaysiz. To'g'ri, balki sotuvlaringiz oshar, lekin siz bitta narsani bilingki, siz qanchalik narxni sindirganingiz sari, qanchalik tan narxga yaqinlashganingiz sari, sizda sof foydangizdan xuddi shuncha kesilib kamayib boradi. Shuning uchun hech qachon bunaqangi qilmaslik kerak. Hech qachon demping qilib narx sindirishga urinmaslik kerak. Men o'zimning tajribamdan bitta narsani aytaman. Bitta tovarni tanlaganman. U tovar o'sha payt uzun marketda umuman bo'lmagan. Shunaqangi tovar topganman. Noyob tovar topganman, lekin kerakli bo'lgan tovar bo'lgan u. Lekin boshqa sotuvchilarda umuman bo'lmagan. Va menda narxim balandroq edi, lekin infografikalarim chiroyli qilingan, unga описаниялар zo'r yozilgan bo'lgan. Va xolanki, mendan keyin yana boshqa sotuvchilar ham olib kirdi o'sha tovardan, lekin narxini menikidan 2 barobar pasaytirib qo'yishdi. Demping qilib meni sindirmoqchi bo'lishdi. Narxini ancha past qo'yishdi, deyarli tan narx bilan bir xil, salkam bir xil, qolsa o'ziga 1000 so'm, 2000 qolishi mumkin, lekin juda ham katta farq qilib qo'yishdi narxda. Lekin shunda ham men ularni ham sotuvlarini qarab turdim, ko'rib turdim. Ishonasizlar, meni sotuvlarim bir hafta ularnikidan ko'ra ancha ko'p bo'lgan. Vaholanki meni narxim, meni o'sha tovarimning narxi ularnikidan 2 barobar qimmat bo'lgan. Shu taraflari bor. Siz o'ylamang, narxim mendan arzonroq bo'lsa, qolganlardan ko'ra zo'rroq sotuv qilaman deb o'ylamang. Siz tovaringizni shunaqangi zo'r taklif qilingki, sizdan ko'ra arzonroq bo'lgan tovarlardan ko'ra siznikiga ko'proq qiziqishsin. Endi yana men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men o'zimdan misol qilsam,
biror narsa xarid qilmoqchi bo'lsam, xuddi o'sha narsadan menga har xil variantlarni beradi. Lekin menda asosiy o'ziga tortadigan narsa birinchi o'rinda rasmi bo'ladi. Rasmi qanchalik chiroyliroq ishlanganiga e'tibor beraman va ana shu tovarni narxi boshqalardan ko'ra qimmatroq bo'lsa ham, aynan ana shu tovarga ko'proq ishonchim bo'ladi. Narigi tovarlardan ko'ra. Narxi arzonroqlarini ham ko'raman, lekin o'ylaymanki, ana shu zo'r ishlangan, zo'r ta'rif berilgan, rasmlari tiniq, chiroyli holatda bo'lgan sotuvchini tovari ishonchliroq deb o'ylayman. Shuning uchun mana shu narsadan kelib chiqib ayta olamanki, siz tovaringizni sotish uchun eng asosiy narsalardan bittasi bu tovaringizni chiroyli qilib upakovka qilingan rasmi. Ayni mana shu narsa sizni sotuvlaringizni anchagina oshirib beradi. Narxidan qat'iy nazar. Narxini men bu degani siz boshqa konkurentlaringizda masalan deylik 40 mingdan sotilayotgan narsani siz 140 mingdan soting demoqchi emasman. Nerealniy narx qo'yish kerak emas. Aqlga sig'maydigan narx qo'ying demoqchi emasman. Lekin boshqa konkurentlaringizdan ko'ra narxlaringiz qimmatroq bo'lsa ham, siz shunaqangi taklif qilingki tovaringizni, ularni narxi pastligiga klient ahamiyat bermasin. Sizniki qanchalik zo'rligiga e'tibor berib, narxingiz qimmat bo'lsa ham, narxingiz unikidan masalan uniki 40 ming bo'lsa, sizniki 60 ming, 80 ming bo'lsa ham sotib olgisi kelsin o'sha odamni. Ayni mana shu narsalarni juda ham katta e'tibor bering. Agar siz amaldagi sotuvchi bo'lsangiz va shu narsani bilmagan bo'lsangiz, shu narsalarni albatta qo'llab ko'ring va sotuvlaringiz qanchalik darajada oshayotganini bilasiz. Aslida yana sotuvlaringiz yaxshiroq bo'lishini ba'zi bir faktorlari ham bor. Boshqa yana fishkalari ham bor, lekin ularni o'zim kursimda o'rgataman. Shuning uchun agar sizga ham chuqurroq o'rganishni xohlasangiz, o'zim bo'yicha yaxshiroq bilimlarga ega bo'lishni xohlasangiz, sotuvlaringiz agar siz amaldagi sotuvchi bo'lsangiz, sotuvlaringiz yana oshirishni xohlasangiz yoki umuman Zoom market haqida hech qanaqangi sizda tushunchalaringiz bo'lmasa yoki bilmasangiz nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak bilmaydigan bo'lsangiz, unda sizni o'zim kursimga taklif qilaman. O'zim kursimda to'liq noldan boshlab o'rgatiladi barcha sir asrorlari bilan va hammasini shaxsan o'zim siz bilan ishlab o'rgataman. Darslar juda ham tushunarli qilib tayyorlangan. To'liqroq ma'lumotlarni olishingiz uchun men sizga adminning lichkasini qoldiraman. Telegramdan yozib bemalol to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Va yana bitta narsa, hozirda kursimga juda ham katta skidka qilganman. Ana shu chegirma narxda qo'shilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Kanaldan chiqib ketishga shoshilmang, sababi bundan keyin ham postlarda juda ham foydali bo'lgan, juda ham qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berib boraman inshaalloh. Bugungi darsimiz sizlarga tushunarli va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr.